Bugun sizlarga orqa parkovkaga to'g'ri kirishni o'rgataman. Orqa parkovkaga kirishda mana shu nuqtani chap tomondagi chiziqqa to'g'rilab borishimiz kerak. Ikkinchisi, chap yelkamiz chiziqqa kelganda to'xtaymiz. Uchinchisi, shu holatda rulni oxirigacha o'ngga burib olamiz. Shu holatda harakatlanib, bakovoyda burchagidan chiziq ko'ringanda to'xtaymiz. Bakovoydan burchakni ko'rganimizda to'xtashimiz kerak. Agar biz oldiga yurib ketsak, oldi tomonimizdagi balonimiz chiziqni ezib qo'yadi. Beshinchisi, rulni shu holatda oxirigacha chapga burib olishimiz kerak. Oltinchisi, shu holatda orqaga qarab harakatni davom etkazdiramiz. Mashinamiz qachonki garajda ichiga kirganda to'g'ri bo'lganda to'xtaymiz. Orqaga harakatlanamiz. Orqa balonlarimiz chiziqning ustiga chiqishi kerak. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Amaliy imtihonga birga bir tayyorlov kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling.